Mana Boboxon Salimov aytib berdim. O'sha Xorazmda, o'sha Xorazm xalq o'sha respublikasini o'sha yirik nimalardan namoyandalaridan biri. Bu kishi Qozikalon, Shayxul Islom bo'lgan, tasavvur qiling. Ham ulamo, u kishi ham bir nechta tillarni bilgan, Yevropa tillarini, juda kuchli yurist. Lenin bilan uchrashuvga borganda Lenin qo'rqib ketadi bu odamning fikrlashini ko'rib. Moskvaga borganda u Xorazm o'sha respublikasini, ya'ni tasdiqlatib olmoqchi-da endi, uni hududi jihati, uni yuridik nimalarini. Chunki istaydimi yo'qmi to'rt tarafini baribir o'sha bolsheviklar egallab turibdi. Avtonomiyada hali u mustaqillikka erishishga u nimasi yo'q. Qurbi ham yetmaydi. Va shunda borganda ular hayron qoladi, bu bir shartdan kelgan bir haligi. Bir sart degan. Shartda bu nima? Bizga teng keladi, bu o'zi Chicherin degan o'sha kommunist bolsheviklarning birinchi tashqi ishlar vaziri bor, ministr. Genuyada konferensiya bo'lganda, Birinchi jahon urushlari natijasi bo'yicha. Chicherin u yerda inglizlar bilan inglizcha, fransuzlar bilan fransuzcha, nemislar bilan nemischa bemalol gaplashgani uchun butun Yevropa hayratlangan Chicherin bilan. Mana diplomat, haqiqiy kuchli diplomat deb butun Yevropa hayratlangan Chicherin bilan. Chicherin Boboxon Salimov bilan gaplashib ko'radi o'zi. Checherindan ko'proq tilni biladigan Boboxon Salimov. Mana sizga. Mana siz bizning ajdodlar. U qo'rqib ketadi. Bu odam deydi, bu qanday qilib deydi? Turkistondan kelgan bitta odam mendan qanday qilib menday dunyo miqyosidagi diplomatdan kuchli bo'lishi mumkin emas-ku. U kuchli bo'ladi rostdan ham. Lenin keyin u bilan yuridik masalada gaplashadi. Lenin yurist-ku. Haligi nima? Qozon davlat yurist-ku, professional. Leninni yuridik masalalarda u dabdala qiladi, torbar qiladi. Boboxon Salimov. Lenin keyin Checherin o'ylab ko'ring, bolsheviklar ikkita dahosini gel qilib tashyapti. Gap bilan ham ilm bilan. Bunaqa odamniki albatta yo'q qilish kerak deydi. Agar bunaqa odamlar tirik bo'lsa, ertaga bu millat, bilasizlar, bu millat ertaga ozodlikka erishadi-ku bu. Shundan keyin bu odamni uyida yo'q qilib ketishgan. Sudsiz, hech qanaqangi tergovsiz uyida otib, bu odamni qayerga dafn qilinganligini hozirgacha hech kim. Ya'ni uni sud qilib bo'lmasdi. Joyida otib yo'q. Nima deyshadi unga? Masalan, hammasiga javob topib qo'yadigan odam. Shunday. Mana tasavvur qiling, qanday odamlarni mahv qilishgan. Mana terror, mana qatag'on.